Agrobiznesni qishloq hududlarda rivojlantirish. Ikkinchi film. Biznes reja va kreditlash. Agrobiznes treningimizga xush kelibsiz. Qahramonlarimiz bilan birgalikda siz qishloq joylarda o'z biznesingizni yanada ishonch bilan rivojlantirish uchun ko'plab qiziqarli ma'lumotlarni o'rganishingiz mumkin bo'ladi. Yangi sonda biznes reja nima? U nima uchun kerak va uni qanday tuzish kerakligi haqida suhbatlashamiz. Shuningdek, biznesni kreditlash mavzusida ham biroz to'xtalamiz. Biznes reja bu aniq tuzilmaga ega bo'lgan batafsil hujjat bo'lib, u biznesingizning hozirgi boshlang'ich A nuqtasidan to dunyoning eng yaxshi kompaniyasi nuqtasigacha bo'lgan yo'lini aniq-tiniq ko'rsatib berishi darkor. Ammo bu albatta ideal holatda. Yaxshi start uchun esa hech bo'lmaganda kelgusi 1 yoki 3 yil uchun biznesning rejasi va kutilayotganlarini yozish kifoya. Axir biznes rejaning asosiy maqsadi sizning chek-chegarangiz, oxir poyoni yo'q va ba'zan betartib va chalkash g'oyangizni bosqichma-bosqich aniq harakatlar rejasiga aylantirishdan iborat. Pul topish bo'yicha. Chunki biznes bu eng avvalo pul ishlash qobiliyatidir. Biznes reja birinchi navbatda tadbirkorlarning o'ziga kerak. Uni tayyorlar ekansan, bozor, raqobatchilar haqida ko'p ma'lumotlarni bilib, tahlil qilasan. Haqiqiy xarajatlar va daromadlar haqida o'ylab qolasan. Bu biznesni qanday qurishni va umuman uni boshlash kerakmi yoki yo'qligini tushunishga yordam beradi. Shuningdek, kreditdan foydalanish uchun biznes reja tuzdim. Banklar mendan bu hujjatni talab qilishi shubhasiz. Aynan biznes reja sizga bankdan kredit olish yoki davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanishni, subsidiyalar, imtiyozli kreditlar kabilarni so'rash uchun kerak bo'ladi. Shuningdek, investorlar va hamkorlarni jalb qilish uchun ham. Biznes reja tuzish oson emas. U bir necha o'nlab sahifalardan iborat bo'lishi mumkin. Ehtimol sizga mutaxassislar yordami kerak bo'lar, ammo biznes reja tuzishda albatta shaxsan ishtirok eting. Biznes reja tuzilmasida asosiy tarkibiy qismlar bo'lishi muhim. Ularni yana 3M deb ham atashadi. Management, marketing, money. Management kompaniya va jarayonlarni kim va qanday boshqaradi? Marketing mahsulot yoki xizmatingizni ilgari surish va sotishga qaratilgan. Moliya bu moliya bilan bog'liq barcha masalalar, qancha sarflanishi va qancha daromad olishni rejalashtirganingiz. Yana biznes reja 3 ta asosiy savolga javob berish kerak. Hozir qayerdamiz? Ya'ni biznes, muhit va imkoniyatlarni hozirgi holatini ko'rsatib berish zarur. Qayerga bormoqchimiz? Biznesning kutilayotgan holati tavsiflanadi. Bunga qanday erishamiz? Eng samarali yo'llar belgilanadi. Biznes reja o'zini o'zi band qilganlarga ham kerak bo'lishi mumkin. Men 1 yildan so'ng daromadimni yiliga 100 milliondan oshirish, keyin esa ishchilarni yo'llash, yirik shartnomalar tuzish uchun o'zini o'zi band qilgan maqomidan MCJ maqomiga ishonch bilan o'tish maqsadida biznes rejamni tuzdim. Yana 1 yildan so'ng mahsulotlarimni nafaqat qo'shni hududlarga, balki qo'shni davlatlarga ham jo'natishni rejalashtirganman. Yana shuni tushunish kerakki, biznes rejadagi barcha ma'lumotlar tashqi va ichki tamoyilga ko'ra bo'linadi. Tashqi ma'lumotlar bu sohaga, bozorga, iste'molchilarga va raqobatchilarga tegishli ma'lumotlardir. Ichki ma'lumotlar bu biznesingizga bevosita ichkaridan tegishli bo'lgan ma'lumotlar. Boshqaruv, ishlab chiqarish, sotuvlar, xarajatlar va daromadlar. Bo'limlar bo'yicha aniq tuzilma haqida gapirayotgan bo'lsak, standart biznes reja bir nechta bo'limni o'z ichiga oladi. Odatda bunday hujjat quyidagilarni o'z ichiga oladi. Titul varag'i, rezyume, kompaniya tavsifi, bozor tahlili, ishlab chiqarish rejasi, marketing strategiyasi, moliyaviy reja va risklarni boshqarish. Ko'pincha titul varag'i siz biznes rejangizni taqdim etishni rejalashtirayotgan tashkilotning andozasi bo'yicha tuziladi. Shuning uchun buni ulardan aniqlashtirib olganingiz ma'qul. Rezyume bu butun boshli biznes rejaning juda qisqa va lo'nda mazmuni. Atiga 1-2 sahifa bo'ladi. Rezyume odatda biznes reja ostida ishlashning eng oxirida, xulosa va yakun sifatida yoziladi. Ammo keyin ular ushbu rezyume hujjatning eng boshida joylashtiriladi. Shunda har qanday o'quvchi g'oyaning qiymatini darhol tezkor nigoh bilan baholashi va batafsil ko'p sahifali hujjatni o'rganish uchun vaqt sarflash kerakmi yoki yo'qligini hal qilishi mumkin bo'ladi. Ayniqsa bu investorlar va grant beruvchilar uchun juda muhim. Ularda sanoqli daqiqalar ichida taassurot qoldirish muhim. Chunki bunday biznes rejalar ularga to'p-to'p bo'lib keladi. Birinchi bo'lim kompaniya tavsifi. Bu yerda kompaniya haqidagi barcha ma'lumotlar ko'rsatiladi.
ya'ni uning asosiy maqsadi, vazifalari va rivojlanish bosqichlari. Biznes reja tuzishdan oldin hozirgi darajangizni aniq bilishingiz kerak bo'ladi. Qanday ko'nikmalaringiz yo'qligi, sarmoya kiritish uchun qancha mablag'ingiz, qanday bino borligini va boshqalarni baholang. Xuddi shu bo'limda tashkilotning tuzilishini topish mumkin. Sizga qancha xodim kerak? Ular nima bilan shug'ullanadi? Bir-biri bilan qanday bog'lanadi va qancha maosh oladi? Ikkinchi bo'lim: bozor tahlili. Bu siz tanlagan yo'nalishda tovar va xizmat sotuvchilari iste'molchilar bilan qanday munosabatda bo'lishni o'rganishdir. Yo'nalish bu bozor segmentidagi muayyan bir qism. Masalan, oziq-ovqat mahsulotlari bozorning ulkan segmenti bo'lsa, tomat pastasi, quritilgan mevalar, sariyog' yoki o'simlik yog'i bu segmentdagi 4 xil yo'nalishdir. Bozor tahlili biznesga nimani ishlab chiqarish va qanday hajmda, qaysi maqsadli auditoriya uchun, qayerda va qanday sotish yaxshiroq ekanligini aniqlash imkonini beradi. Bozorni tahlil qilishda raqobatchilarni tadqiq qilish muhim. Raqobatchilarning ikkita asosiy guruhi mavjud. Bevosita siz sotadigan mahsulotni sotadi. Bilvosita o'xshash tovar yoki xuddi shunday mahsulotni, lekin boshqa maqsadli auditoriya uchun sotadi. Tadqiqotda raqobatchilar quyidagicha baholanadi. Ularning narx darajasi, ularning assortimenti, targ'ibot usullari, sotish kanallari, ta'minotchilar. Raqobatchilar haqidagi ma'lumotlarni ularning saytlari va internetdagi nashrlardan to'plash mumkin. Yana bir usul maxfiy xaridor yordamida ularning xizmatlari yoki mahsulotlarini sinab ko'rish. Raqobatchilar bozor va mijozlarning moliyaviy ahvolini tahlil qilish natijalariga ko'ra mahsulotning ehtimoliy minimal va maksimal narxini chiqarish mumkin. Uchinchi bo'lim: biznes model. Bu kompaniyaning asosiy biznes jarayonlarining tavsifi. Model nimani, kimga va qanday sotishni, shuningdek bu qanchalik foydali ekanligini ko'rsatishi zarur. Korxona biznes modelining eng ommabop andozasi Business Model Canvas Alexander Asserwalder va Yves Pigne tomonidan ishlab chiqilgan. U biznesning asosiy elementlari bo'lgan 9 ta blokdan iborat. Asosiy hamkorlar: sizga kim yordam beradi? Asosiy faoliyat turlari: nima ish qilasiz? Asosiy resurslar: nimalarga egasiz? Mijozlar uchun qiymati: siz mijozlarga nima berasiz, ularga qanday yordam berasiz? Mijozlar bilan munosabatlar: ular bilan qanday munosabat o'rnatasiz? Mijozlar obrazi: kimga yordam beryapsiz? Sotish kanallari: siz haqingizda qanday qilib ma'lumot olishadi va siz qadriyatni qanday yetkazasiz? Xarajatlar: nima kiritasiz, nima sarflaysiz? Daromadlar: siz nima olasiz? 4-chi bo'lim: ishlab chiqarish rejasi. Bu yerda mahsulotni yaratish yoki xizmat ko'rsatish jarayoni batafsil tavsiflanadi. Biznes rejaning ushbu bo'limida maqsadlarni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan barcha resurslar, asbob-uskunalar va xodimlar batafsil qayd etiladi. 5-chi bo'lim: marketing strategiyasi. Bozorni zabt etish rejasi. Marketing strategiyasining muhim qismi bozor tahlili bo'lib, u talab va takliflarga ta'sir etuvchi asosiy omillarni aniqlashga yordam beradi. Turli savdo kanallari, chakana savdo tarmoqlari, internet do'konlar, yarmarkalarda ishtirok etish orqali targ'ibot strategiyasi ushbu tahlillar natijasiga aylanishi darkor. O'z mahsulot yoki xizmatingiz haqida xabardor qilishning samarali kanallarini, ijtimoiy tarmoqlar va ommaviy axborot vositalarida reklama, maqolalarni, ehtimol iste'molchilarning e'tiborini kengroq jalb qilish uchun reklama aksiyalarini ham aniqlashtirib olish muhimdir. Mijozlarning ishonchi va mamnunligini saqlab qolish uchun mijozlarni saqlab qolish strategiyasiga e'tibor qarating. Boshqalardan ajralib turishingizga brending va noyob savdo taklifi yordam beradi. Qo'shnim Tuxumbegim 2 yildan beri tovuq tuxumi bilan savdo qilib, raqobatga zo'rg'a dosh berardi. Ammo keyin u tovuqlarning tuxumlari organik ekanligini tasdiqlovchi sertifikat oldi. Chunki ularni ishlab chiqarishda antibiotiklar va o'stiruvchi gormonlardan foydalanmaydi-da. Tuxumbegim darhol tegishli belgi qo'yilgan maxsus qadoqni tayyorladi va bu uning noyob savdo taklifiga aylandi. Uning mahsulotlari boshqalardan ajralib turdi. Uning yangi maqsadli auditoriyasi paydo bo'ldi. Garchi narxi boshqalarnikidan yuqoriroq bo'lsa ham, hozirda uddaburon qo'shnimning savdosi 2 baravar oshgan. 6-chi bo'lim: moliyaviy reja. Biznes bu boy bo'lishni xohlayman turkumidagi orzu emas.
Sizga qanday оборот, qanday foyda, bozorda qanday o'rin kerakligini aniq bilishingiz kerak. Moliyaviy rejalashtirishda tushum va foydani chalkashtirmaslik kerak. Axir tushum mijozdan olgan puling-ku, foyda esa barcha xarajatlar chiqarib tashlangandan keyin qolgan pullar. Foydani sarflash mumkin, lekin buni to'g'ri va hisob-kitob bilan qiling. Aks holda bir pasda minusga kirib ketishingiz hech gap emas. Avvalo, xarajatlar va daromadlar to'liq ko'rsatilgan oddiy jadvallarni tuzing. Soliqlar, kreditni qaytarish jadvali va boshqa oylik ajratmalarni hisobga olgan holda ushbu tushumlar va xarajatlarni taqqoslang. Shuningdek, har bir mahsulot yoki xizmatning tan narxini hisoblab chiqing. Tajribali moliyachi yordamidan ham foydalanishga harakat qiling. Chunki nafaqat byudjetni to'g'ri tuzish, balki daromadlar va xarajatlarni prognozlash, loyihaning rentabelligi va qoplanishini baholash, shuningdek yuzaga kelishi mumkin bo'lgan moliyaviy xatarlarni va ularning zararlarini minimallashtirish usullarini tahlil qilish muhimdir. Kreditlash. Endi esa agar siz biznesingizga kredit olishni rejalashtirayotgan bo'lsangiz, bir nechta muhim jihatlarni sanab o'tamiz. Kredit olish uchun murojaat qilishda ikki omilni e'tiborga olish lozim. O'z va qarz kapitalining nisbati hamda banklarda amaldagi kreditlash qoidalari. Odatda kredit berishda banklar tegishli kafolatlarni talab qiladilar. Bu mulkiy ta'minot, sotish va pulni qaytarish mumkin bo'lgan barcha narsalar yoki kimningdir kafilligi bo'lishi mumkin. Bank arizani ma'qullaganidan so'ng foydalanuvchi shartnoma shartlarini qabul qiladi. Uni albatta sinchiklab o'qish va o'rganish zarur. Shartnoma predmeti, kreditning to'liq qiymati, summasi, qarzni taqdim etish va qaytarish shartlari, qaytarish tartibi, tomonlar, qarz oluvchi hamda bankning huquq va majburiyatlari, tomonlarning mulkiy javobgarligi va nizolarni hal qilish tartibiga e'tibor qarating. Diqqat bilan tekshiring. Qo'shimcha mablag'lar yechib olinishi mumkin bo'lgan qo'shimcha xizmatlar ham. Yangi kreditni rasmiylashtirishdan oldin moliyaviy imkoniyatingizni tahlil qiling. Yana kredit yukini kamaytirishga harakat qilib ko'rish mumkin. Ya'ni yangi kredit olishdan oldin mavjud kreditlar bo'yicha mavjud qarzlarni maksimal darajada yopish zarur. Ijobiy kredit tarixini shakllantiring. U qancha eski va muvaffaqiyatli yopilgan kreditlar qancha ko'p bo'lsa, bank qarz oluvchi haqida shuncha ko'p ma'lumot olishi va uning to'lov qobiliyatini baholashi mumkin.